Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Hyperoz. Bugungi bizning yangi videomizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib Minecraft stildagi tekstlarni tayyorlashni o'rgatib o'taman. Bu Minecraftdagi tekst stillar bizga nimaga kerak? Avvalambor siz misol uchun yangilik qilmoqchisiz va sizga rasm kerak. Rasmingizni ustida chiroyli tekst bilan Minecraft stildagi kerak. Xuddi Minecraftni eslatish uchun. Xuddi shu muammoni bizga Blockbench yordam beradi. Siz Blockbench saytiga kirasiz va bu yerdan Download bo'limini bosib Blockbench dasturini yuklab olasiz. Bu yerda dasturni yuklab olganingizdan keyin dasturga kirasiz. Dasturga kirganingizdan keyin mana shunaqa bo'lim ochiladi. Bu yerda Files bo'limi bo'ladi. Biz plugin qo'shishimiz kerak. Xuddi bunga ham serverlar kabi plugin qo'shiladi. Xo'p, plugin ustiga bosamiz. Bu yerda men sizgacha qilib qo'ygan nimam bor. Men hozir bunday qilib qo'ysam mana. Birinchi o'rinda men ikkinchisiga o'tamiz va bu yerda har xil pluginlar chiqib keladi. Biz bu yerdan Minecraft title generatorni tanlaymiz va bu yerdan installni bosamiz. Bosamiz va bu yerdan yuklab olishini kutamiz va X-ni bosamiz. Yuklab bo'ldi. Bu yerda Minecraft title bor. Shuni ustiga bosib Creative New Minecraft title bosamiz. Keyin esa bu yerda siz nom yozishingiz kerak. Ya'ni men Hyper deb yozaman. Misol uchun Hyper. Bu yerda xohlagan so'zingizni yozasiz. Ya'ni qanaqa tekst qilmoqchisiz. Men Hyper deb misol keltirib yozdim. Va bu yerda siz bu yerda fontlar tanlashingiz mumkin, ya'ni stillar. Misol uchun har xil stillar bor bu yerda. Keyin unisiga ham to'xtalib o'tamiz. Birinchi o'rinda yana bitta narsaga e'tibor bering. Siz любой font tanlashingizga qarab bu yerda teksturalar ochiladi. Misol uchun men bu yerda bir gala teksturalar bor. Uni tanlab o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir Hyper deb yozgan narsam xuddi shuni Hyper bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa. Keyin e'tibor bering, bu yerda mana ikkinchi tekstga qo'ydikda mana. Bu yerda yana boshqacha bir stil chiqdi. Ko'rishingiz mumkin va bu yerda yana shunaqa. Mana. Ko'rishingiz mumkin, yana stillar o'zgardi. Va bu yerda mana yana o'zgardi. Bu yerda mana yana o'zgardi. Menimcha teksturalar mana ko'rishingiz mumkin. Xohlaganingizda ishlatishingiz mumkin. Bu juda zo'r va tekin bu yerda hech qanaqa pullik ilova yoki premium sotib olish degan narsa yo'q. Biz birinchisiga qo'yamiz yoki ikkinchisiga qo'yamizmi? Keling, ishlatib ko'ramiz birontasini. Xo'p, keling. Birinchi o'rinda biz birinchisini ishlatamiz. Xo'p, bu yerda endi tekstura stil tanlaysiz. Mana buni tanladim. Misol uchun, xo'p, ikkinchisiga o'tamiz. Bu yerda fonlar ham chiqishi mumkin. Ya'ni siz xohlagan fonni qo'yishingiz mumkin. Bu yerda fayl, bu tomonlarga teginmaymiz va biz ketdik. Endi overlayga o'tsak, overlay nima? Xohlasanglar mana bu yerda soyalar qo'ysanglar bo'lardi. Mana bunaqa stilda. Ko'rdinglar, qanday chiroyli ko'rinadi. Xo'p, birinchi o'rinda endi men mana bunaqa stilda qilib qo'ydim yoki mana bunaqa qilib qo'yishim mumkin. Xo'p, stilga keladigan bo'lsak, bu yerda ranglarni o'zgartirishingiz mumkin mana bunaqa qilib. Ko'rdinglar, settingizga kiramiz. Endi qaranglar, hammasi tayyor. Bizda finishni bosamiz. Bizda mana tekstimiz tayyor do'stlar. Hyper. Xo'p, bu Hyper endi nima, qanday qilib biz o'zimizga ko'chirib olishimiz kerak degan savolga hozir javob berib o'taman. Birinchi o'rinda bu yerda render so'zi turadi. Render so'ziga bosasiz va bu yerda formatni tanlaysiz. Sizlarga maslahatim 2K qilib qo'yinglar va bu yerda render degan so'z chiqadi. Shuni ustiga bir marta bosasizlar va qaysi papkaga qo'yishimizni so'rashi kerak. Mana. Bizda hamma narsa tayyor. Xohlasanglar mana bunaqa format qilib olishingiz mumkin mana. Ko'rdinglar? Xo'p, bizga nima kerak? Qanaqa formatga kerak bizga? Misol uchun mana shunaqa qilib, biz save render deb bosamiz va любой bitta papkaga qo'yishimiz kerak. Mana do'stlar, birinchi o'rinda men desktop, ya'ni asosiy ekranga qo'yib qo'yishim kerak bu narsani. Xo'p, mana save deb bosdim, saqlanib bo'ldi. Endi qaraymiz. Do'stlar, mana bu yerda bizda tekstimiz joylashgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizda tekstimiz tayyor. Mana Hyper. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli chiqqan. Buni ishlatishingiz mumkin, tiniqligiga gap yo'q. Endi do'stlar, shunday qilib bizning kanalimizga obuna bo'ling agar foydali bo'lgan bo'lsa bu videomiz. Shuning uchun sog' bo'ling, omon bo'ling. Fikringizni yozib qoldiring. Agarda bu yerda 1000 tadan ortiqlay bo'lsa, men telefonni versiyaga topib video qilishga harakat qilaman. Shuning uchun like bosing.